Assalomu alaykum. Nabor kastruldan gapiramiz qizlar. Kompaniya bizlarga bepul nabor kastrulni bergan. Sizlarga buni ko'rsatib bermoqchiman. Nimaga bergan? Bizlar narsani olib, klientlarga tushuntirib, shartlarini bajarganimiz uchun mana shunday kastrullarni bizlarga bepul hadya qilgan. Hozir ochib ko'rsataman. Juda ham mana shunday. Defa bir fikir bo'lganimizda bunaqa qayerda bo'lardi? Stikasi, oynasi. Yangish-ku. Har bir ayol yaxshi ko'radigan narsalar. Bugungi taklifiga ustozimga rahmat. Bularni yoqa olamiz. Bular nimalar bo'lsa kerak ishlatishlari. Bitta chiroyli tahlil chiqqanini bo'ling. Bepul deb kim olmaydi, lekin rostdan kompaniya bu. Har bir xaridorini, har bir a'zosini hech qachon xafa qilib qo'ymaydi. Hey! Sendachi kastrulcha bormi? Faqat fabriklikda bunaqasi. Shuning uchun siz ham registratsiyadan o'ting, mana shunaqa sovg'alar oling, qo'rqmang, patishga qilamiz. Har bir uyim-joyim deydigan ayol uchun eng zo'r sovg'a bo'lsa kerak. Barchani tabriklayman. Komandamizdan juda ko'plar oldi. Men tanigan barcha hamkasblarim ushbu sovg'adan oldi. Barchasini tabriklayman. Kompaniyamizni yaxshi ko'rmasdan boshqa iloji yo'q, chunki bizni mehnatimizni mana shunaqasiga ham rag'batlantiryapti. Oylikdan tashqari, olayotgan sovg'alarimizdan tashqari, farzandimizga bola puli olayotganimizdan tashqari buni ham biz uchun podarkaga berdi. Nimaga? Biz komandamizga o'zlari uchun xarid qilishni o'rgatyapmiz va har bir insonga dars o'tyapmiz, o'zimiz uchun xarid qilyapmiz, sotyapmiz. Shu mehnatlarimizga bizni yanada rag'batlantirish uchun mana shunday sovg'alarni bizlarga kompaniya bepul bermoqda. Har qanday ayol buni qila oladi. Buning uchun diplom bo'lishi yoki sog'-salomat bo'lishi shart emas. Qancha hamkasblarimni taniyman. Sog'ligida muammo bo'lsa ham bu ishni qila oladi. Hattoki yura olmasa ham, eshita olmasa ham, gapira olmasa ham, yoshi keksa bo'lsa ham mana shularning har birini qila oladi. Xursand bo'lib bu yerda bittalab gapirib ko'rsatib beryapman. U ovozimni past qilib boshqatdan yana sizlarga aniqroq tushuntirgim keldi. Chunki u yerda videoning qarshisida hayajonlanib, tutilib gapirganman, orada bolalarimga gapirganman. Shuning uchun batafsilroq qilib bu yerda gapirishga harakat qilyapman. Bularning hammasi faqatgina fabriklikda qizlar. U atrofida ko'rayotganlaringiz Dobrogenni o'zim uchun oldim. Ko'p ketma-ket farzand ko'rganim uchun, belimda og'riq borligi uchun suyak to'qimalarini qayta tiklaydigan Dobrogen hisoblanadi. Har kuni ertalab ichib yurishga qaror qildim. Juda ko'p onajonlarimiz yaxshi reaksiya bildiryapti. Oyoq og'ridan qoldim, oyoq og'rilari ketdi, muskullardagi og'riqlar ketdi, tetik bo'lib qoldim, belim og'rimay qoldi degan uchun va kojani chiroyli qilish uchun ham Dobrogenni ichib yuraman. Aynan ushbu zakasim bilan birga kelgani uchun yoniga qo'yib qo'ygandim. Bularni har birini bittalab ko'rsatib berishimizning sababchisi ololmaysizlar deganlar uchun, aldaydi deydiganlar uchun, bo'lmagan gap deb shartni bajarmaganlar uchun, haqiqatdan ham mavjud ekanligini ko'rsatish uchun bular. Haqiqatan ham bizni har bir gapimizga javobimiz borligini ko'rsatish uchun, maqtanish yoki menda bor, senda yo'qligi uchun emas. Ishoningizlar, bizning har bir gapimizda mana shunday qonun qoidalari bor. Kompaniya buni bajaradi deya sizlarga ko'rsatganmiz. Qirshillaqlarini juda ham yaxshi ko'raman. Boshim dam oladi. Qirshillatib orada eshitib ko'rib, ustachilikka juda ham qiziqaman. Shunaqa sozlashlarni o'zim sozlab, ularni boltlarini o'rnatib qo'ydim. Bu qopqoqnikini qarasini chapa o'rnatyapman. Bu tomonini sirtga qo'yib chapa o'rnatib yopman. Bir xayolim bolalarimda, bir xayolim komandani savol javoblarida qiziqib tayyorlab chapa o'rnatib qo'ydim buni. Keyin kulib yana boshqatdan o'ng qilib o'rnatib qo'ydik. Hozir bolalarim kelib qolib, keldimi, kastrulligingiz keldimi deb xursand bo'lib, hammasi bitta o'tishlab, endi shuning ichida tuxum pishirib berasizmi deb shunaqangi xursand bo'lib ketdi. Qancha oilalarga xursandchilik kirib bordi. Bepul kirib kelgan podarka hammaga qiziqarli bo'lsa kerak. Bolalarimga ancha paytdan beri aytib yurgan edim, keladi, shunaqa bizga sovg'a keladi kompaniyadan deb turib. Doim zakaslarim kelganda oilamizda bayram bo'lib ketadi.
hammasi bu nima uchun deb, hattoki uyimga klientlar kelsa, bolalarim narsalarni ularga tushuntirib beradigan darajada ular ham fabellikni yaxshi ko'rib qolgan va kelajakda siz kabi biz ham mana shunday kompaniyada direktorlar bo'lib yurishni xohlaymiz degan maqsadlar qo'yishni boshlagan. Lekin har biriga Allohim o'lchab bergan o'zining kasblari, o'zlarining vazifalari bor. Ilohim har biri o'zining orzulariga yetib yurishini chin qalbimdan Xudodan so'ragan holda bu kompaniyani esa meni peshonamga bitilgan ekan deb yaxshi ko'rib, sevib ishlab yotibman. Qopqoqni chappa qotirib qo'yganimni ham o'g'lim bilib qoldi. Buni chappa qotiribsiz-ku deydi. Hozir o'ngarib qo'yasiniz deb aytib qo'ydim keyin unga. Hozir eng ketadigan narsalarimizdan eng zo'ri bu quyoshga qarshi krem. Har bir zakazimda quyoshga qarshi krem kelyapti. Hamma zakaz qilyapti, chunki hammaga to'g'ri keladi. Yuzimizni quyosh urmasa, tirish tushib qolmaydi, quruq bo'lib qolmaydi yuzimiz. Silliqqina muloyim bo'lib turishi uchun mana shunaqa quyoshga qarshi krem juda ham ketyapti. Kichkina qizim ham hayron, keldimi sovg'alaringiz deb xursand bo'lib. Ilohim hammaga nasib qilsin shunaqa yaxshi kunlar, sovg'alar. Komandamizga marhamat.